Viloyatlardagi diplomatik faoliyatlari ko'paymoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Yaponiyaning bu rayondagi davlatlar bilan bo'lgan munosabati uzun yillarga tutishdi. Lekin Sanoat Takaichi xonim hokimiyatga chiqqandan buyon Turkiston Cumhuriyatlari bilan texmo yaqindan aloqa qurayotganligini ochiq ko'rib olamiz. Mana shuning jumlasidan Yaponiya hukumati vakillari o'mika bu qatim bir necha kun ilgari Qozog'iston va O'zbekistonni ziyorat qilib, turli sohalardagi hamkorlik masalasini muzokara qildi. Hammadan muhim bizning diqqatimizga bakrak tartadigan nuqta bo'lsa, bu qatimki vakillar o'mikaga Uyg'ur siyosiyon Arfiya Ali xonimning boshchilik qilishi diqqat qo'zg'agan masalalarning biri albatta. Anadolu agentligining xabarida albatta Turkiyadagi Anadolu agentligi bo'lsin, boshqa xabar agentliklari bergan xabar. Qozog'iston davlatlik neft va tabiiy gaz shirkati Qazmunay gazning mudiriyat raisi Asqat Hasinov Yaponiya vakillar o'miki bilan suhbat o'tkazgan. Bu Qozog'istondagi suhbatda Qozog'iston neftini Yaponiyaga yetkazish, shundaqla savdo sohasidagi hamkorlik masalalari muzokara qilingan. Ikki taraf barliq asosli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanligini bildirishgan. O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston xabar agentligining xabar qilishicha, Yaponiya hukumati vakillari o'miki yana O'zbekiston ziyoratida O'zbekiston tashqi ishlar ministrligi bilan suhbat o'tkazgan. Arfiya ikki davlat munosabatining chunqur tarixiy yiltizga ega ekanligini, o'zining bu munosabatlarni texmo taraqqiy qildirishda to'kib qo'yishga tayyor ekanligini bildirgan. Suhbatda ikki taraf savdo, iqtisodiy aloqani kengaytirish, yeshil energiya va ma'rifni taraqqiy qildirish, uchur texnikasi, sun'iy aql sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish takliflarini muzokara qilgan va parlamentlar aro dialogini davomlashtirishda fikr birligi hosil qilgan. Bu qatimliq davlat ziyorati jarayonida Arfiya yana O'zbekiston televiziya kanalining ziyoratini qabul qilgan bo'lib, ziyorat jarayonida uning ravon Uyg'ur tilida so'zlashi ijtimoiy taratqulardimi nihoyatda ko'p tarqaldi ham mana bilasizlar. Muxbirning so'ragan savoliga butunlay %100 sab Uyg'ur tilida javob berishi albatta hammamizni suyundirgan masala. O'zbekistondagi xalqimizmi, u yerdagi qarindoshlarimizmi albatta uning so'zlarini to'liq tushundiganligi shaksiz yani. Biz bu yerda bir muavin tashqi ishlar ministri sifatida ikki davlatda bu o'maki vakillik qilib ziyorat qilishi albatta dushmanimiz Xitoyni hammadan bearam qildigan, sakirdigan masalalarning biri bizlarni iftixorlantirgan o'xshashlar. Navbatda Yaponiya muavin tashqi ishlar vazirlik vazifasini o'tayotgan Arfiyaning Yaponiya bilan Turk islom dunyosi o'rtasidagi ko'vriklik roli barg'ansiri gavdalanmoqda. Bultur dekabr oyida u Yaponiyaga ziyoratga borgan bo'lib, mana shu dekabr oyida shu Yaponiyaga ziyoratga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni kutib olgan vaqtda yani bu va bundan boshqa prezidentlarni kutib olgan vaqtidami o'shadami sab Uyg'ur tilida kutib olishi shu vaqtidami dunyo axborotining ham bizlarningki diqqatimizni qo'zg'agan va suyundirgan masalalarning biri edi. Albatta Xitoyningki bu rayondagi beshamlik sabablik ham dunyodagi bugun Yaponiyaning nihoyatda zo'r ta'sirga uchrayotdi bo'lib, Hormuz bo'g'ozininki taqilib echilib degandek yurish bilan bu energiya masalalarida bu davlatlarda Qozog'istondan qarab boqayli, u yerdagi neft gazni bevosita Yaponiyaga o'tkazish masalalari. Albatta nurg'un masalalar suhbatlashildi bu uchrashuvlarda.